Zarbdor tumani 17-sonli madaniyat markazi yosh xodimlari Ergashev Jahongir hamda Jo'rayeva Marjonaxonlar bugun studiyamiz mehmonilar. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Va ayni daqiqalarda suhbatni boshlashdan oldin alohida ta'kidlashimiz kerakki, Zarbdor tumanidagi ko'plab tadbirlarni, xalqimizning quvonchli kunlarini albatta Ergashev Jahongir hamda Jo'rayeva Marjona deyarli tashkillashtirish ishlarida faollar. Alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak va yosh bo'lishlariga qaramasdan bugungi kunda 17-sonli madaniyat markazi yosh xodimlari sifatida o'z faoliyatlarini olib boryaptilar. Dastavval Marjonaxon, sizga yuzlanmoqchiman. Qayerlarda tahsil olgansiz? Aynan bu tahsil davomida qaysi yo'nalishlarda o'zingiz demak san'at yo'nalishini mukammal tanlash uchun imkoniyat paydo bo'ldi? Keling, dastavval shu haqida gaplashamiz. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor. Men bolalikdan san'atga bo'lgan qiziqishim bo'lganligi sababli maktabda, o'rta maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda kichik tadbirlarda ishtirok etardim. Keyinchalik bu qiziqishlarim ortidan Zarbdor tuman 11-sonli bolalar maktabida o'qidim. U yerda estrada yo'nalishida o'qiganman. U yerni bitirib, Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabida vokal yo'nalishi bo'yicha o'qidim. U yerda ham ko'plab tanlovlar, tadbirlarda ishtirok etganman va faxrli o'rinlar olganman. U yerni bitirib, hozirgi kunda Zarbdor tuman 17-sonli madaniyat markazida ishlayman. Va Marjona, yuqorida so'zingiz avvalida yoshlikdan, bolalikdan boshlab san'atga qiziqish bo'lgan deb aytdingiz, ta'kidladingiz. Oilada san'atkorlar bormi? Yo'q, oilada san'atkorlar yo'q. Men birinchisiman. Birinchisiz. Omad tilaymiz. Va Jahongirga yuzlanmoqchimiz. Jahongir, san'atga bo'lgan qiziqish va san'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Yana bir bor assalomu alaykum. San'atga kirib kelish asli o'sha tarix uzun deydi-ku. Xo'sh, o'sha uzun tarixni eshitaylikchi. Xo'p, o'zi biz yoshligidan biz oilaviy o'sha sportga juda qiziqadigan oila, dadamlar ayniqsa juda sportga qiziqadigan insonlar. O'zi aslida boshida sportdan boshlaganmiz. Maktablarda bilasiz, birinchi sinfga tayyorlov, ya'ni o'sha nulovoy darslari bo'ladi. O'sha paytda hali o'sha nulovoy darslariga bormasdan turib biz sportga borganmiz. 10 yil davomida sportni futbol turi bilan, boks turi bilan shug'ullanib keldik. Ana undan keyin ko'plab akademiyalarga topshirib ko'rdik. Keyin o'sha omad kelmay qoldi. Akademiyalarga afsuski kira olmadik-da, lekin keyingi qiziqadigan bir yo'limiz san'at edi. O'sha san'at yo'lidan bir ketishga qaror qildik-da. Toshkent davlat madaniyat san'at kollejiga 2013-yilda o'qishga kirdim. U yerda xalq ijodiyoti bo'limida o'qidim. Undan keyin 2016-yilda u yerda bitirdim. 2016-yildan Zarbdor tumani 17-sonli madaniyat markazida o'sha amaliyot boshladim. 2017-yilda ishga qabul qilindim. Undan keyin 2020-yilda hurmatli prezidentimizni yoshlar bilan uchrashuvida ta'kidlab o'tganlaridek, har bir tumandan 5 nafar iqtidorli yoshlarni institutga o'sha imtiyozli, ya'ni nima? Grant asosida. Grant kontrakt asosida, lekin imtiyozli, ya'ni o'sha tuman hokimiyatlarini hisobidan, budjet hisobidan to'lanib, o'sha o'qishga qabul qilinsin degan qarorlardan keyin, o'sha so'zlardan keyin bizda ham Zarbdor tumanidan 5 nafar iqtidorli yoshlarni saralab oldi. Ular ichida men ham bor edim. 2020-yilda O'zbekiston davlat san'at madaniyat institutiga kirdik. 2025-yilda mana Xudo xohlasa bitirib diplomlarni oldik va o'sha soha bo'yicha yana mana shu Zarbdor tumanida madaniyat bo'limida faoliyatimiz yurib kelyapmiz. Jahongir, hech narsa bejiz emas. Hozir aytib bergan hikoyangizdan so'ng, qaysironda o'sha uzun tarixdan so'ng hech narsa bekorga, bejizga bo'lmaydi. O'sha ma'lum bir akademiyalardan yiqilishingiz yoki bo'lmasa o'sha sport yo'nalishida ketmaganingizning sababi bu yerda katta bir san'atkor Jahongir yetishayotganligidan darakdir balki. Ayni daqiqalarda alohida ta'kidlashimiz kerakki, Ergashev Jahongir bugun studiyamizga shunchaki quruq qo'l bilan emas, balki qo'llarida hozir gitara. Bu sozni qachondan boshlab chalasiz? Ham chalib kuylash qiyin emasmi? Xo'p, gitara sozini chalganimga u darajada ko'p bo'lmadi, 3-4 yil atrofida bo'lib qoldi. Bu menda qo'shimcha cholg'u, o'zimda asosiy cholg'uyim milliy cholg'ulardan nay sozini chalaman.
Ya'ni kollejda ham, san'at kollejida ham, institutda ham, ya'ni o'zimni asosiy cholg'uyim nay sozida o'qiganman. Demak, milliy cholg'ulardan nayni 7-8 yildan beri chalaman. Bu gitara sozni 3-4 yildan beri chalaman. Qoyil. Buni ham o'rganishimizga sabab yoshlar bo'ldi. Chunki ko'p hozirgi o'sha zamonda o'sha ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar juda rivojlangan zamonda yosh yigit qizlarimiz ko'proq o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali qisqa videolarni, ya'ni o'sha gitara sozda chalingan videolarni, qo'shiqlar aytilganlarni ko'rib, juda qiziqish ortib borgan sababdan, aynan mana shu sababidan gitara sozini o'rganishga qaror qildim. Yoshlarda maxsus trendlar asosi sizga ilhom baxsh onlarni taqdim etdi. Shunday, o'zimizning madaniyat bo'limini o'sha to'garaklari uchun ham ishtirokchilarni ko'proq jalb qilish, ya'ni yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida, ya'ni ko'proq jalb qilish maqsadida aynan gitara to'garagi, vokal cholg'u to'garagini ochishga qaror qildim. Ungacha esa mehnat qildik, o'rgandik, gitara sozining sir asrorlarini o'rganib, ana undan keyin bolalarni, yoshlarni, qiziqadiganlarni e'lon asosida o'zimiz ko'rib, tadbirlarda o'sha taklif qilib, shunday qilib mana shu hozircha to'garaklarda gitara sozda o'qituvchilik qilib kelaman. Omad tilab qolamiz. Rahmat. Hozir bizni tinglayotgan muxlislarimiz so'z isboti bilan deyishayotgan bo'lsa, ajab emas. Biz shunchaki suhbat emas, qadrli tinglovchilarimiz, balki so'zimizni isbotini ham taqdim etamiz. Ayni daqiqalarda Jahongir va Marjona, menimcha Jahongir kuy chaladilar, Marjonaxon menimcha o'zlarining tanlovlari yo'nalish bo'yicha ajoyib qo'shiq kuylaydilar. Va alohida suhbatimizni Marjonaxonning yutuqlari yoki bo'lmasa ularning qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan suhbatimizni o'tkazib yubormaysiz, chunki opera yo'nalishida ham bugungi kunda o'z faoliyatlarini va hattoki yuksak darajadagi yutuqlarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Hozir opera tinglamaymiz. Marjonaxon, qanaqa qo'shiq tinglaymiz? Yulduz Usmonovaning Taralli qo'shig'ini aytib beramiz. Jonli ijroga baho berasiz. Jizzax radio kanali, qadrli muxlislar, Yoshlar hududi radio jurnali Xush ko'rdik sahifasining mehmonlari Ergashev Jahongir hamda Marjona Jo'rayeva ijrosida jonli ijroda ajoyib qo'shiq tinglaymiz. Ko'nglim cho'kdi yomon, ko'z yosh to'kdim yomon, seni sog'indim jonim omon, yomon dema meni dalli, ko'p ko'rasan hali, vafodoringman seni asli. Ko'nglim cho'kdi yomon, ko'z yosh to'kdim yomon, seni sog'indim jonim omon, yomon dema meni dalli, ko'p ko'rasan hali, vafodoringman seni asli. Kel uchamiz birga sevgi osmoniga, dunyochalar chapak, men esa jon halak, o'lib qolsam kerak. Kel uchamiz birga sevgi osmoniga, dunyochalar chapak, men esa jon halak, o'lib qolsam kerak. Taralli dalli dalli dasan, taralli dalli dalli daman, taralli dalli dalli da biz, tariximiz kuylasin hofiz. Taralli dalli dalli dasan, taralli dalli dalli daman, taralli dalli dalli da biz, tariximiz kuylasin hofiz. Yashang,
qoyil, ofaring. Hozir mana Telegram bot manzilimiz orqali qadrli tinglovchilar eshitayotgan bo'lsangiz, tinglayotgan bo'lsangiz, fikr mulohazalar Marjonaxonni ijrolari, jonli ijrolari, Jahongirni gitaradagi ajoyib ijrolariga bemalol fikr mulohazalarni yozib yuborish imkoniyatiga egasiz. Biz esa fikr mulohazalarni albatta suhbatdan so'ng o'qib eshittirishga harakat qilamiz, chunki suhbatimiz ayni qizg'in pallaga yetdi. Marjonaxon ajoyib ijro, qoyil va bu yo'nalish hozir meni opera yo'nalishiga bevosita tortdi. Sababi opera alohida yo'nalish, xonandalik, ya'ni estrada yo'nalishi alohida yo'nalish, shundaymi? O'rtasida deyarli farqlari bor, lekin opera menimcha murakkabroq. Operada Nimalarni o'zlashtirish kerak? Mana hozir endigina opera yo'nalishiga kirib kelgan yoshlarimizga qanaqa tavsiya bera olgan bo'lardingiz? Opera yo'nalishiga kirib kelgan yoshlargami? Unda o'ziga yarasha qiyinchilik bor. Har bitta yo'nalishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Har bitta sohani ham opera yo'nalishida ko'proq estradaga nisbatan murakkabroq bo'ladi. Uning avjilari, nolalari, estradada alohida nola, maqomda alohida nola bo'ladi. Vokalda esa undan sal murakkabroq, ya'ni qiyinroq bo'ladi. Ulargami ko'proq nima desam bo'ladi, ovoz sozlashlar, Ovoz mashqlari. mashqlarini ko'proq, qancha ko'p mashqlar qilsa, o'zini ustida qancha ko'p ishlasa, shuncha ko'p ovoz balandlashadi. Aynan endi yoshlik davrida bo'ladi-ku, masalan, 17-16 yoshlilarda bu ovoz tezda o'zgaradi. O'zini ustida ko'proq ishlashini tavsiya beraman. Va alohida ta'kidlamoqchimiz, opera yo'nalishi bu hammani ham qo'lidan keladigan ish emas deyishadi-ku. Bu ijro uchun haqiqatan ovoz yuqtirilgan bo'lishi kerak. Va biz nafaqat Marjonaxonni hozir jonli efirda Jizzax radio kanalida, balki Subhidam musiqiy dam olish dasturi tongi dasturimizda televideniya orqali ham tashriflarni o'tkazgan edik opera yo'nalishi bo'yicha. Endi esa qadrli radio tinglovchilarimiz uchun Marjonaxon, keling, biron bir chiroyli opera yo'nalishidagi ajoyib ijroni taqdim etsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, bo'ladi. Ishqida yondim, so'rmadi hovlim, o'rtandi jonim, ketdim adorma. Yo'liga boqdim, jismimni yoqdim, bitti tugaldi sabru qarorim, sabru qarorim. Ofaring, qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrli muxlislarimiz, eslatib o'tamiz, Jizzax radio kanaliga hamrohsiz. Boshqa to'lqinlarga olislab ketmasligi uchun yoshlar hududi radio jurnalini tinglayotganligingizni alohida eslatib o'tmoqchimiz. Zarbdor tumani 17-sonli madaniyat markazi yosh xodimlari, iqtidorli yoshlarimiz Ergashev Jahongir hamda Yuray va Marjona bilan qizg'in suhbat davom etmoqda. Endi esa Jahongirga yuzlanamiz. Jahongir, ustozlaringiz haqida mana shu darajaga yetgunga qadar albatta ustozlarning mehnatini alohida e'tirof etishimiz kerak. Har bir qadamda ustozlaringiz kimlardan tahsil olgansiz, shular haqida ma'lumot bersangiz. Shunday, ustozlar albatta biz shogirdlarni yo'lidagi yo'lchi yulduz, ya'ni ularni bizga bergan o'gitlari, nasihatlari, mehnatlari albatta juda ham tahsinga loyiq. Ustozlarimiz ko'p, juda ko'p ustozlar bizga bitta harfni o'rgatgan bo'lsa ham, o'sha bir kun dars bergan bo'lsa ham, baribir ular ham bizga ustoz bo'ladi. Aynan kollej davridagi ustozlarimiz o'sha nay sozida bizga tahsil bergan ustozlardan Hamro aka Matnazarovni aytsak bo'ladi. Keyin o'sha O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Gulshoda Otaboyeva ustozimiz bo'lganlar. Ustozlarimiz ko'p, ya'ni mana shu insonlardan tahsil olib, qo'ldan kelgancha harakat qilib, o'sha soz bo'yicha mana shu darajaga yetdik. Lekin hali ham o'rganishdamiz, harakatdamiz. Va yuqorida suhbatimiz davomida nay chalaman va tajribaga egaman necha yillik deya ta'kidlab o'tdingizda, cholg'ularni turli ekanligi va tanlagan yo'nalishingiz murakkablik qilmaydimi? Nay cholg'usi, qo'shiq kuylash, gitara.
Endi bu hozir savolingiz o'rinli, sababi nay cholg'usi bu damli cholg'ular guruhiga kiradi, ya'ni puflama cholg'ulari. Bu gitara sozi esa tirnama cholg'ular, torli cholg'ularga kiradi. Ikkalasini o'sha yo'nalishi ikki xil, Albatta. to'g'ri. Lekin nay sozi bizni birinchi o'sha nimamiz bo'lgani uchun, sozimiz bo'lgani uchun, milliy sozimiz bo'lgani uchun birinchi o'rinda milliyligimizni nima qilib birinchi o'ringa qo'ygan holatda aynan mana shu sozdan boshlaganmiz. Gitara sozini o'rganishimizga boya aytganimdek yoshlar sababchi bo'lgan, ya'ni yoshlarning talablari, bugungi kundagi o'sha yigit qizlarni xohishi, istagidan kelib chiqib, aynan mana shu sozni o'rgandik va maqsad ularni boya aytganimizdek bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, qiziqqan sohalariga, san'at, madaniyat sohasiga yanada qiziqtirish va chuqur kirib borishi uchun imkoniyat yaratish. Yaxshi. Shu boisdan aynan mana shu sozlar ikki xil bir-biriga qarama-qarshidek ko'rinsa ham, lekin Maqsad o'rgandik, bitta. maqsad bitta, maqsad bitta. Yaxshi, Marjonaxon, shu fursatdan, jonli efirdan foydalanib, bemalol ustozlaringizga, demak, rahmatnomalaringizni aytsangiz bo'ladi va ularni kim ekanligini bizga tanishtirsangiz bo'ladi. Marhamat. Kimlardan ta'lim olgansiz? Musiqa maktabida o'qib yurgan vaqtlarimda menga Almomat To'rayevich dars o'tgan ustozim bo'ladi. Endi u vaqtlarda juda ham birinchi o'qib kelgan vaqtlarimda, san'atga kirib kelgan vaqtlarimda u vaqtda birinchi ustozim bo'lgan. Juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan, har bitta yo'nalishda ham bo'ladi bu. Gap eshitgansiz, dakkilar eshitgansiz. Hammasiga qaramasdan menga juda ham ko'p qo'llab-quvvatlagan, o'qishga kirishimga ham, hozirgi kunda ham ko'p yordam beradi. Ustozimga kattakon rahmat aytaman. San'at kollejida esa Regina Iskandarovna o'qituvchim qo'lida o'qiganman. Bu yerda ham har bitta qiyinchiliklarga, ovoz mashqlarida dars qilmay kelgan vaqtlarimda ham juda ko'p, darsga kelmagan vaqtlarimda ham qo'llab-quvvatlab yonimda turib bergan. Tushunganlar sizni. Va bu borada haqiqatdan da ustozlarimizni alohida e'tirof etsak bo'ladi, arziydi, chunki sizni hozir mana jonli ijroingizni o'zi ustozlaringiz bergan ta'lim va mahoratdan darak berib turibdi. Jahongir, sizga yuzlanamiz. Jonli ijro tinglaymiz. Ayni daqiqalarda muxlislarimizni zeriktirib qo'ymasdan suhbat va suhbatdan so'ng albatta jonli ijro. Qaysi tanlov? Tanlovni o'zingizga qoldiramiz. Albatta, shu o'rinda o'sha ustozlarga rahmat aytib qo'yishimiz kerak. Aynan birinchi bizning ustozimiz hammamizniki ota-onamiz. Ularga tashakkur. Undan tashqari mana shu Zarbdor tuman madaniyat bo'limida faoliyat yuritayotgan necha yillardan beri qancha shogirdlar tayyorlagan ustozlarimiz bor. Hammasiga rahmat aytamiz, tashakkur aytamiz. Sog' salomat bo'lsin. Salomat. Endi hozir aytib beradigan qo'shig'imiz Yalla guruhi eslab juda ham mashhur bo'lgan. Qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Marhamat. O'rmonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam, menda yo'q orom, tatimas bir tam. Yo'qsan dildor so'zlari bahor, so'zim intizor, na bir xat bor. O'rtamizda xafalik bor, uzr aytib senga yuz bor. Eslab yo'ling topsam, izlab ko'ngling topsam, lay 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 lay, lay 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 lay, lay 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 lay.